Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan judayam mazali bananli pirojni tayyorlaymiz. Mazasi o'zgacha. Birinchi tuxumni oqidan sarig'ini ajratib olamiz va bir cho'g'ishda razrixachal solib qo'yib qo'yamiz. Oqini ko'pirtirib, oz-ozdan shakar solib, qattiq penka qilib olamiz. Tuxum sarig'ini qo'shib, 1-2 marta aylantirib, ustiga kakao uni solib, ilichidan o'tkazib, kam-kamdan solib, bir xil bo'lgunicha aralashtiramiz. Listimizga tayyor xamirimizni solib, yupqa qilib tekislab pishirishga jo'natamiz. Krem uchun kalyaxni krem chizlaridan idishimizga solib olamiz. Juda ham mazali chiqadi. Ustiga saxarli pudra, kakao hamda kalyaxdan 33% qaymoqdan solamiz. Mikserda chiroyli krem tayyorlab olamiz. Biskvitimizni 8 ta bo'lakga bo'lib, ustini krem bilan tekislab chiqamiz. Hamda bananni olamiz va kesilgan joyiga bananni qo'yib o'rab chiqamiz. Chetlarini krem bilan berkitib, ustiga eritilgan shokolad qo'yamiz. Ustini xohishga qarab bezatishingiz mumkin. 3-4 soat sovutgichda turgandan keyin bemalol dasturxonga tortishingiz mumkin. Mazasi og'zingizda qoladigan bananli pirojnimiz tayyor, yoqimli ishtaha.